bugungi chizig'li temalarni boshlaymiz. Birinchi o'zbekcha o'tamiz, ingliz o'tamiz. O'zbekchada tushunolsak, inglizchasini nima bo'lmaydi menimcha. İngilizce gapirish bilasizmi? Inglizcha desam kerak. Ha, o'qishtirdimman xolos. Buni chizig'li degan narsa bor-da. Chizig'li bo'lsa nima bo'lishi kerak? Shunga sanab qo'yaylik. Chiziq bo'lishi kerak. Chizig'li degan asosan darajasi 1 degani. Misol uchun x minusdan 5 teng 9 bo'lsa, nima chiqadi javobini? 4. 4 chiqadi. 13. Ya'ni 14 chiqadi. To'g'ri. 14 dan 5 chiqadi. Endi bu chiziq, endi lekin misol kvadrat desa, x kvadrat teng 16 desa, nima chiqadi bu javobi? 4 chiqadi. Yana-chi. Minus 4. Ha, minus 4 chiqadi. Bu kvadrat tengmi? Bu chiziqli tengmi? Darajasi 1 bo'lishi kerak. Shunda chiziqli tengmi bo'ladi. Ha, ko'p bo'lsa, 3 bo'lsa, 3 bo'lsa, ko'p tengmi bo'ladi. 4 bo'lsa, turunchi ko'p bo'ladi. To'g'rimi? Misollarni ko'rishni boshlaymiz. Tushuncha bo'lishligi uchun. Linear degani chiziqli deganmi? Ha, ana. Endi nima degani? Tenglama. Yodlaganman. Chiziqli tenglama lar bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Chiziqli tenglamalar. Endi hisoblash osonroq. O'zimiz tomonga borish kerak. 5x 3x ni qo'shing deyapti, to'g'rimi? 8x tenglangi 14 turibdi. 14 ga 10 ni qo'shing. Minus 10 ni yo'qotib olamiz, to'g'rimi? Plusdan 10. Hisoblaydigan bo'lsa 8x teng 24. X teng nima necha? 3 chiqadi. Mana birinchi tenglarni javobi necha? Bu safar sizga savol. Menga? Ha, yechib ko'rasiz. Yechib ko'rsangiz yozib qo'ying. Tenglamani yeching. Qanday ishlaymiz? Birinchi. Ana 9x ga 4x qo'shib olamiz. Nima qo'shib olamiz? Chunki minus bo'lgani uchun. Mo'sa ayirmaymiz, minus bo'lsa. Yo'q. Qo'shamiz. Ya minus yo'q. Deyapsizmi? Qo'shamiz-da. Minus bo'lsa, bu tenglik yog'ida, mana shu chegara desak, ha, aqalda shunaqa narsa bo'ladi. Bu hozir hammasini bir tomon turibdi. 5x bo'ladimi? Ha, 5x mana. Endi yetganingizda teng bo'lsa, uni ustisini minus 3 ga qabul qilamiz endi. Qo'shib bo'ladi, 20 bo'ladi. 5x teng 20. X teng demak 4. X teng demak 4 chiqadi. Yaxshi. 10 ga ko'rmay qo'yamiz. Shu oddiy ekan. 3 ga ko'rib? 15. Nereden göremiyorum yani 15'te. Espremiyorum. Tushunchasi bu. Hop, qanday ishlaymiz? 4x'dan 7x'ga eryapti. Minus 3 minus 3 ekas. Keyin sonlarda bir yoniga teskarisini qilib o'tiraman. 7 dan o'tmoqchi bo'lsam, minus 7. 12 dan o'tmoqchi bo'lsam, minus 12 o'tadimi? Hisoblayapmiz. Davra 7 ni olib minus qiladi. Plus. 7x yani. Ha. Birdan 7 dan ayrilyapti. Minus 8. Minus 6. dan yana ayiramiz. Minus 6 olsa minus 6. Yo'q, qo'shib bo'ladi. Minus 8 chiqadi. To'xtatib. Minusga minus plus. Nima qo'shib olamiz, to'g'ri? Keyin 6 chiqadi. 6 chiqadi. To'g'ri, yaxshi. Shunaqangi tenglamalar. Buni ko'rishingiz kerak. Endi qavslikni ko'rib o'taylik, chunki qavslik savollarga. Qavsni ochib ketib ishlasak bo'ladimi? Ha, albatta. Mana shunday tushirib olamiz, qavsni ochib, oddiy tenglama bo'lib qoladi, keyin ishlab ketaveramizmi? Xlar bu yoqqa, bu yoqqa ko'rib qo'shimiz kerak sizlarda. Ana 28 desa oddiyroq ekan, bo'ladi. Ikki yo'lda o'tib olamiz hozirgina. Shu 28 ni ko'rib o'taylik. Tamam, esaytiga tayyorgarlikmi? Hozir terminlarni nasıl ochishimiz kerak? Uyga bo'lasiz. Ko'plashib. Biz bir metodamiz. Hayalligani yo'llab o'tdim. Birinchi qavsni saqlashni boshlaymiz kerak, to'g'rimi? Bu qavsni oldidagi ishora minus bo'lsa, almashib qoladi teskarisiga. O'zi plus 5 a, demak minus 5. Minus 3x ni?
minus 3x. Teng turibdi. X nisbati turibdi. Chunki bu bizdan oldi hazillanligini. Bu minus 2, bu minus bilan nima bo'lib qoladi? Plus bo'lib qoladi. Endi hammasi x lar men tomonga bo'lsin, normalda sizlar tomonga sonlar o'tsin. Minus 2x turibdi. 3x ham turibdi. X lar o'tamiz bu tomonga minus. Kim buni ham o'tib olamiz. Faqat bundan o'tadi, ha, o'tadi. O'zi aslida o'zi bilan qisqa ketadi, to'g'rimi? Chunki x x endi. Temaga 8 turibdi, minus bilan turibdi. Xo'p, endi minus 5 ga yo'qqa o'tamiz, plusdan 5. Keyin 4 ga o'tsak, minusdan 4. Hisoblaydigan bo'lsak. Bular qisqarib ketdi. Minus 2x plus 3x. Plus bo'lib ketadi. 1x, 1x, x o'zi degani bu narsa. 8 dan 1 deyilsa 7. 5 qo'shsak 12, 4 deyilsa necha? 8. 28 yana javob necha? 8. Javob sira bor ekan. 3 ta teshmi? 3 ta teshmi 4 ta bo'lsa kerak. 4 ta ekan. Bunaqa misollar ko'raylik, chunki tushuncha bo'lyapti menimcha. Hozir ikkitasini ishlasak kerak edimi? Hammasini. Hammasi. 48 ga bo'lib ketaylik. Nima deyapti? 19 dan x tayyorlaymiz. Buni ham mana xlar tomonga. Siz bilasizmi? Keyin kasrli boshlab olamiz. Kasrlilarni mazmunsiz qilib. Bu tepada qo'shiladi. Ha, xlar men tomonga sonlar tomonga to'g'ri. Yozdirama keyingisini, işte bugünleringacha. Çıktı mı? Evet. 9 çıktı. Bu Belki qo'lyapmiz bolaxonada. 9 chiqdi. Hop, mana 19 dan 9 ayirsak 10. 9 ga 10, 90. Bizda esa nima? 10. Sal to'g'ri ekan. Javob 10 chiqadi. 10 degan javob. To'g'ri, minus nima 9 chiqyapti. Sinab ko'rdik. 19 dan 9 ayirsak 10, 9 ga 10, 90 ayirsak. Minus x turibdi. 10x ham sherik to'g'rimi? Yo'q, aytamiz. Faqat o'zi minusda bu. Bu tomonga plus o'tadi 10x. Keyindan 100 turibdimi? Hop, 100 yozib olamiz. Minus 19 ga qolib ketdi. Hisoblasak 9x qolyapti, to'g'rimi? Chunki 10x dan x ga ayiring deyapti. Hisoblaydigan bo'lsak 81. X negativdan 9. Hisoblaydi, 9 ga o'zimiz kerak. Hop, keyingi savol. Hisoblaydi. Nima deysiz? Mahal beradi. Ha, umumiy mahal beradi. Necha o'yin mahal bo'ladi? 20. Ha, to'xtatamiz. 20 to'rtni 12 ga bo'lsak 2. 2, 8 ga bo'lsak 3, tagida 1 borsa, o'ziga bo'lsak 21. Mahal kerak bo'ladi. Endi kerak bo'lgan qiladi. Umumiy egalligimiz uchun. Demak, 2 kere 4x 8x, 2 kere 5 minusdan 10. Minus 3 kere 2x 3x, 3 kere 5. Ve oldi ishorasi. Minus. Plus Plus ketadi. 2 ta minus bor. Kelasi minus 15. Keyin 2 o'tib 5 deyaptimi? 100 120. 8x dan 3x'ni ayiring. Qo'shilmasmi? 2 qayerdan bilasiz? A minusga minus plus bo'lib ketadi-ku. Mana minus 10nikida. Agar 8 ni bag'ida turgan bo'lsa, o'shaniki bo'ladi. Keyingi 120 turibdi. Nima qilamiz? 10 ni yo'qqa o'tamiz. Son bu yerlik uchun yoniga sherik. Keyin 15 dan o'tamiz, to'g'rimi? Faqat minus o'tamiz bizda. 5 deymiz. Hisoblaydigan bo'lsak, 115 qilyaptimi? Sen 20 necha bo'ladi? 3. 23. Ha. Endi bundan ham ko'p nimalari ham bor, kasrlilari ham. O'shani ko'ring.
79. Bizga muammoli bo'ladigan joyi bu kasrliklari. Oddiy teng emas, deyarli muammo bo'lmaydi. Lekin kasrligi chinga muammo bo'lishi mumkin. Davlat issiqli tengmalar mana kitobimizda ham shunaqa. Testdami? Ha, xuddi shunaqa. Demak, nima qilamiz? Umumiy Mahraj. necha bo'ladi? Mahraj. 6. To'xtatilmada 6 ni tayyorlash qoladi. 1 bo'lsa-ga 6. 6, 3, 2 ga bo'lsak 3. 2, 3 ga bo'lsa 2, bunga bo'lsak-chi 3, 6. Yo'q. to'g'ri, tayyorlab bo'lamiz. 6 kare 2 x 12 x 8 plus 3 kare 3x 9 minus 1 3 kare 1 3 minus 12 kare 12 minus 4 kare minus 2 4 minusdan 4 nima edi? Chunki ikkalasini qo'yganligi uchun bu 12. Endi x lar asosiga 12x bor, 9x bor, minus 12 minus 12x ham bor. Keyindan keyin 12 turibdi. minus 4 Minus 4 plus 3 plus 3 31 x katta. x 21 dan 1 10 da ayring x o'zi deyapti. x o'zi. To'g'ri. Ha? 11 x. Ha 11. 11 yeyeceğiz değil. Tamam ya 11 çıkalım. Yaxshi. Bu o'zimizda o'zbekcha nimaga deyilamalari edi. Shu oddiy narsa. Endi bizga kerak bo'ladigan so'z nima? Layner degani hozir gapiramiz. Siziqli degani. Qo'shin nima bu? Deyiladi. Deyiladi. Solution deyiladi. Solution deyiladi. Express. Solution degani nima? Yechimi degani. Yechimi. Express ifoda. Ildizi. Expression ifoda. Mana shu yerda sizlarga savol. Mana shu yerda no solution bo'lsa nima bo'ladi? Yechimsiz. Yechimi yo'q, ildizi yo'q deyiladi. Mana misol uchun x no solutionga misol. X teng x plusdan 5. Yechimi necha bo'ladi shuni? Masalan, men necha qo'ysam, avvalgi valyu to'g'ri keladi. Bu tomonga tomoniga. Bunaqangi son yo'q. To'g'ri, misol 5 desam, bu tomonga 10 chiqadi. 2 desam, bu tomonga 7 chiqib qoladi. Mana shuni yechimi yo'q. Yechim yo'q, ya'ni no solution deydi. Hop, given berilgan. Given berilgan. Given berilgan degani. Berilgan degani. Ha, berilgan. Berilgan. Hop. Misollarni ko'raylik. If agar va nima degani? Has degani nima degani? Which Qaysi degani? Qaysi? value nima deydi? Qiymat. Qaysi? Correctly to'g'ri deganmi? Ha, to'g'ri degani. Reality. Real haqiqiy degani. Expression in terms of degani degani. In terms of. Termos degani xat degani xatlar. Of degani shu xatlar degani. Shu Xatlarda ifodalash degan ma'noda. Lies, lies. Lies ustida degani shunaqa aytishimiz. Following, smallest, Smallest eng kichik degani. eng kichigi. Smallest. Satisfies. Smallest. Eng kichik degani. Kichik deb qo'ydik. Smallest. O'sha deganlariga Statistika. yo nima deganini bildiradi. Mos deydi-yu. Shunga mos keladi ekan. Shunaqa Mos keluvchimi? Ha, shunaqa bildiradi. Xo'p, bu orqali ifodalama bo'ldi. Orqali ifoda. Sumchidami? Yig'imda degani. Ifodalash. Sam yig'imda degani. Yig'imda. Following nima deydi? Mana o'shani umumiy ma'nosi borda, nima keladi? Hech of following. Qaysi? Following. Shuni umumiy ma'nosi quyidagi qaysi biri degan.
quyidagilardan qaysi biri? Quyidagilardan qaysi biri degan ma'noni bildiradi. Quyidagi degan Qaysi biri? Ha, quyidagi. Umumiy tarjimasi, muhit javoblarning quyidagilardan qaysi biri degan ma'noni bildiradi. Xo'p, sizga ana shu so'zlar kerak bo'ladi xolos, asosan. list nima dedik? List ustidami shunaqa. Xo'p. Birinchi savol deyapti. If agar x minusdan 9 minus 5 yani 25 bo'lsa, x minusdan 9 deyapti. Tabaqalar. What is the value of x minusdan 9? Yani x minusdan 9 ning qiymati nimaga teng deyapti, to'g'rimi? Qabul qilib qo'yganmiz. X minusdan 5 va bu sizga teng. Ajob. Javob berdim. Shu ikkiga tushunmadim. Bitta demak. To'g'ri javob toping deyaptimi? Ha, which yo'q. Hozir yo'qlar. Nima deyapti? Has degani bor. Va no yo'q solution. Qaysi biri yechimga ega emas? Ha. Ha javobda nima deyapti? X ning x minusdan 1. Shu bo'lsa kerak-a? Bu javobda x ning 2x minusdan 2 deyapti. Bu javobda x minusdan 1 teng x minusdan 1. Bu javobda x minusdan 1 teng 2x minusdan 2. Ha, buni yechimi bormi? Bo'lsa necha bo'ladi? 3 qo'ysak 2 chiqadimi? 4 qo'ysak yo'q. 4 qo'ysak to'g'ri kerakda. Minus 4 qo'yib minus 2 bo'ladi javob. X minus 2. Qancha keladi bu? 2 ga qarab qo'yamiz x-ni. Minus 2 o'tadi. Minus 2. yo, Minus bo'ladi. 2 teng minus 2 kerak. X bo'ladi. Minus 4 esa x. Xo'p, endi qaranglar. Buni javob bormi? Javob. X'larni tomonga ishlasak bo'ladi. X ning minus 2 minus 1 bo'ladi, to'g'ri. Nimaga? Chunki minus 1 ga 1 qo'shsa 0, 2 kara minus 1 minus 2 ikkani qo'shsa nima yana 0 chiqadi. Xo'p, endi bu narsa bor. Keyin bunisi qolyapti. Misol uchun menga men javobni 3 deb o'ylasam nima bo'ladi? 3 minusdan 1 to'ra, 3 minusdan 1 to'ra. Xo'p, javobini 10 deb o'ylasam, 10 minusdan 1 11. 10 minusdan 1 necha? 11. Ha, xo'p, javobini 100 deb o'ylasam, 100 deb. Bu javob nima chiqadi shunda? Nima deb o'ylaysizlar? minus 1. Nima bo'ladi? Yana javob ko'proq chiqyapti, to'g'rimi? Ana shu nima deydi? Har xil inson, xohlagan nima bo'lyapti? Yechimga ko'p. Yechimga ko'p. O'sha nima deyapti? Cheksizmi? Ha, cheksiz. Mana shu narsa cheksiz ko'p yechimga deydi. Cheksiz degani nima degani? Ko'p yechim. Mana shu bilamiz. Nima hozir? Sizga shuni toping deyaptimi? Bizdan hozir nima deyapti? No solution yechimni yo'g'ini toping deyapti. Ha, bunda yechim yo'q. To'g'ri, chunki hisobotda qolmaydi. Ha, javob. Buni yechimi ko'p degani nima degani? Infinity degani. Infinity solution. Infinity degani ikki cheksiz ko'p yechim degani. Sizdan chiqolmas. Demak bu no solution yechimi yo'q. Infinity nima bo'ladi demak? Cheksiz ko'p yechim Menda bo'ladi. solutionlar ham ko'p keladi. Aha. O'zi har yozib bo'lib ketadi bu savollar. Pozitiv musbat degani, keyin ol degan so'z kelyapti, qaranglar. To'rtinchi savol. Ol degani barcha degani. Barcha pozitiv solution. Barcha musbat. Aha. Hammasi deganda bildiradi. Shuni ko'rib qo'yaylik. Chunki modul deyapti-da. Barcha musbat. Barcha musbat yechimga ega bo'lgan equation tenglamalar nima? Berilgan tenglamaning barcha yechimlar, musbat yechimlar nima qiling? Yo toping deyapti, to'g'rimi? Demak, nima bo'lsa 15 minusdan 2 teng 9 qiladi. Buni qarab ko'radigan bo'lsak. To'g'rimi? 0 raqamga 9 raqamga 0 tomon. Ha, bitta yechimi bor-a? Ha.
necha bitta yechim? Osonroq. Ko'rmadi. 15 dan olti, necha esa olti, 9 olti. chiqadi. Ha, yechim. Sizga necha olti? Keyingi minus 6. Misol bilan nima bo'ladi qarang. 15 minus minus 6. Bu qo'shilib ketadi. Degan bir chiqib qoladi. Ikkinchi yechim. Topamiz. Topasa ham bo'ladi, shundoq og'zak. Topsa bo'ladi. Erishimiz. Biz hozir bitta 15 dan ayirib ko'rib 9 6 kelib. Endi qo'shib beramiz. Chiqadi. 24 mi? 24. Hop. Minus 24 bo'lsa 15 dan 24 da ayirsa, minus minus 9. 9 lekin bu nimasi bor? Moduli Moduli bor. Bari nima? Plus 9 chiqadi. Ikkalasi ham musbatmi? Ha, musbat. Musbat yechimlari pozitiv deydi. Ikkalasi musbat deydi. 6 bilan necha? D javobi. 24. Ha. Davlat shunaqa savollar ham tushadi. Ha. Chiqarishi ham. Yoki bundan ham qiyin